Bismillahirrahmanirrahim. Bizlar bugun 2 kunlik konferensga Belchika o'lkasiga da'vat bo'lgan edik. Bizlar muxolifin oppozitsion bir shaklga burga Afg'onistonda siyosiyonlarimizdan, faolini jomiy madanidan va huquq bashardan burga huzur topgan edilar. Bizlar bugun xususan men bugun Majlisi Sanoga burga bir panelga shirkat qilgan edim. Burga bizlar Afg'onistonda vaziyati nigoronligini va Afg'onistondagi xonimlarni ustiga bo'layotgan zulm sitamni va hamchunon Afg'onistonda turklariniki zaminlarini g'asb qilib, zo'rdan ularni qo'lidan oladilar, bularni ba'z qilib, buradagi sanodagi majlisga ishtirok qilganlarga burga sanoni ma'muni ham ishtirok qilgan edi, kishvarhoy Yevropani safirlar ishtirok qilgan edi va namoyandalar ishtirok qilgan edi. Bularni hammasini matrah qilib bilaniga yetishtirdik va bulardan xohladikki Afg'onistondagi xonimlarni hech bir vaqt eslaridan chiqarmasin, bu faqat burga gap shaklga qolmasin, buni amal bir shaklga oshirsinlar. Va hamchunon shuni bizlar istadikki Afg'onistondagi mana shuni Majmui Milliy baroy Nijot Afg'oniston va Shuroy va Hamsadoyi va Shuroy Milliy baroy Nijot Afg'oniston va bularni hammasini bir chatirda tayya yig'ilganini bir oppozitsion shaklga toliblarning muqobiliga muzokaraga chaqirdik va bizlar buni bulardan istadikki Afg'onistonda toliblarning ustiga fashorlarini doim qilsinlar, ko'maklarini davom bersinlar va hamchunon shu oppozitsion tuzaldi bularga rahbarlarga bir zaminani musoid qilsinlarki, bular o'sha yerga kelib fikrlarini bayon qilsin. Chunki siz millatlarimiz bilasizlarki, shiplar barcha dunyoga qanaqa vaziyat davom qilyapti, ammo ham bizlar bulardan tashakkurli qilabizki, shu vaziyatga ham Afg'onistonda va Afg'oniston mavzuotini va Afg'oniston xonim qizlarini eslaridan chiqarmay burga matrah qildilar. Ko'pdan ko'p tashakkurli bildiramiz. Sog' va salomat bo'ling.